Navbatdagi darvozamiz 340 ga 340, 4 tomoni 12 li shivellar, ramka 8 ga 4, lis 1.8 2 qavatli bo'lgan. Bu darvozamiz tayyor sotuvda. Tashqariga ochiladigan darvoza, kimnidir joyiga tushadigan bo'lsa, nalichida tayyor turibdi. Kvadrati 1.600 mingdan. Bu darvozamiz eni 4, bo'yiga 3.60. Andijon Xonobodga ketadi. Shu darvozadan sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, buni metr kvadratidan 1.100 mingdan 1.5 milliongacha yasab beramiz. Bu darvozamiz eni ham bu ham 3.5 ga 3.5, tayyor razmerda sotuvda bu. Kesaksi 10 ga 5, ikkita yoni tepasi, tagi 10 shivellar, 6 ga 4, lis 1.2 li tayyor, xudo xolisa sotuvda bor. Bu darvozamiz 600 ming. Eni 3.90, bo'yiga 3.80. 12 ga 8 brusda bo'lgan, tagi 12 li shivellar, 8 ga 4, 6 ga 4, lis 1.8 2 qavatli bo'lgan. Bu darvozamiz 1.400 ming. Bu darvozamizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, eni 320, balandligi 3.5 metr. Bu sotilgan Andijon Paytiqqa o'rnaydi. Bu darvozadan kerak bo'ladigan bo'lsa 550 mingdan. Hop, bu darvozamiz Qashqadaryo Shaharsabzga bo'lgan. Kattasi 4 ga 4, kichkinasi 1 ga 4 metr bo'lgan, jami 5 ga 4 bo'ladi. 4 tomoni ham 12 li shivellar, 8 ga 4, 1.8 2 qavatli bo'lgan. Buni narxi 1.5 milliondan 2 milliongacha. Behijolat aloqaga chiqaverasizlar.